Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Filippindan boshqariladigan bomba sistemasini chekintirishni talab qildi. Xitoy Filippinga tahdid solib, o'rta masofalik boshqariladigan bomba sistemasini tezdan chekintirishni talab qildi. Xitoy xabardorining 26 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Filippinni rayondagi davlatlarga bergan va'dasini amalga oshirishga, o'rta masofalik boshqariladigan bomba sistemasini tezdan chekintirishga chaqiradiganligini da'vo qilgan. Xitoy yana tahdid solib, Filippinning o'xshash xatolikni qayta sodir qilmasligi kerakligi, Xitoy taraf bexatarlik manfaati ziyonga uchraganda hargizmi qarab turmaydiganligi haqida jar solgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mauning bayonotida Tayfun o'rta masofalik boshqariladigan bomba sistemasining mudofaa quroli emas, balki strategik va hujum xarakterli qurol ekanligini, Filippin Amerika bilan hamkorlashib mazkur bomba sistemasini kirgizish orqali o'zining bexatarligi va davlat mudofaasini boshqalarga topshirganligini, natijada geopolitik qarshilashish va qurol-yarog' musobaqasi xatarini paydo qilganligini hamda rayon tinchligi va bexatarligiga mohiyatlik tahdid solganligini da'vo qilgan. Filippin davlat mudofaa ministri Teodoro yaqinda birlashma manevr haqida so'z qilib, Amerikaning Filippinda Tayfun o'rta masofalik boshqariladigan bomba sistemasini o'rinlashtirishining qonunliq ekanligini, Filippinning egilik huquqli davlat ekanligini, mudofaa va bexatarlikka munosabatlik aslahalarni o'rinlashtirish va setib olish huquqi borligini, chet el kuchlarining noroziligini qabul qilmaydiganligini bildirgan. Filippin 23 dekabr Filippinning dengiz okean manfaatiga kapolatlik qilish tirishchanliklarining bir qismi sifatida Amerikaning Tayfun nomli quruqlikda boshqariladigan bomba qo'yib berish sistemasini setib olishni planlaganligini aytgan edi. Bu yil 4-oyda Amerika Filippinning Luzon orolining shimolida o'rta masofalik zarba berish iqtidoriga ega Tayfun nomli boshqariladigan bomba sistemasini ishlatib, uzun muddatlik ittifoqdoshi Filippin bilan yillik birlashma harbiy manevr o'tkazgan edi. Bu so'g'uq munosabatlar urushidan keyin Amerikaning Osiyoda tunji qatim o'rta masofalik boshqariladigan bomba sistemasi o'rinlashtirishi bo'lib, manevr oxirlashgandan keyin Amerika boshqariladigan bomba sistemasini Filippinda qoldirib qo'yishni qaror qilgan edi. BDT Suriyadagi g'oyib bo'lgan kishilarni izlash uchun 8,3 million dollar ajratdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres sungan 2025-yillik xamjot plani BDT umumiy kengashida tasdiqlangan bo'lib, Suriyadagi g'oyib bo'lgan kishilarni izlash idorasining xizmatlarini qo'llash uchun 8,3 million dollar qo'shimcha yordam ajratilgan. BDT organ to'rining 25 dekabr xabar qilishicha, BDT bosh kotibi Antonio Guterres 16 oktyabr yo'llagan 2025-yillik xamjot plani xususan dengiz qirg'og'i bo'lmagan taraqqiy qilayotgan davlatlarni qo'llash nomli programma umumiy kengashda tasdiqlangan. Guterresning taklifiga asosan 2025-yillik xamjot 1 million dollar ko'paytirilgan. Aloqador bayonotda BDTning 2025-yillik xamjotining siyosiy ishlar, xalqaro sud, xalqaro qonun va taraqqiyot uchun rayon hamkorligi, inson haqlari va insonparvarlik yordamlari bilan xalqni ma'lumotga ega qilish qatorliq asosli sohalardagi BDT programmalariga ishiltilganligi bildirilgan. BDTning muqimlikni qo'g'dash harakatlari uchun ayrim xamjoti bor bo'lib, umumiy kengashda yana dengiz qirg'og'i bo'lmagan, quruqlik bilan qo'rshalgan, taraqqiy qilayotgan davlatlarni qo'llash uchun tuzilgan 10 yillik harakat planining qabul qilinganligi ta'kidlangan. BDTning 2025-yillik xamjotida bayon qilinishicha, O'rta Sharq bo'libmi G'azza va Suriyaga o'xshash rayonlarda davomlashayotgan insoniy krizisga qarshi kurash qilish uchun qo'shimcha xamjotmi qo'shilgan. Bosh kotib Guterres 16 oktyabr sungan xamjotning qabul qilinishi bilan G'azzada yuz bergan insoniy krizis uchun 3,5 million dollar qo'shimcha xamjot ayrilgan. Buningdan boshqa Falastin musofirlari uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan BDTning Yaqin Sharqdagi Falastin musofirlariga yordam qilish organining xamjoti uchun sunilgan 2,5 million dollarlik qo'shimcha yordammi tasdiqlangan. Bayonotda bildirilishicha, xamjotda BDTning fond ehtiyojini hal qilish uchun tinchlik o'rnatish fondiga 50 million dollar ajratish taklif qilingan bo'lib, BDT inson haqlari ishxonasiga 8 million dollar, Suriyadagi g'oyib bo'lgan kishilarni izlash idorasining xizmatlarini qo'llash uchun 8,3 million dollar qo'shimcha yordam ajratish talab qilingan.
Pokiston Afg'onistonga hujum qildi. Afg'oniston hukumati Pokiston urush aeroplanlarining Afg'oniston zaminlarini bombardimon qilishi natijasida 46 kishining hayotidan ayrilganligini jakarladi. Afg'oniston vaqtli hukumatining muavin bayonotchisi Hamdullah Fitrat bu haqda bayonot e'lon qilib, Pokiston urush aeroplanlarining Afg'oniston zaminlarini uda 4 qatim bombardimon qilishi natijasida ko'pinchisi bolalar va ayollardan tashkil topgan 46 kishining hayotidan ayrilganligini, 6 kishining yaralanganligini, ko'plagan uy makonlarining vayron bo'lganligini bildirdi. Oldingi kecha Pokistonga tava urush aeroplanlari Afg'onistonning Paktika viloyatiga qarashli ba'zi rayonlarni bombardimon qilgan edi. Afg'oniston doiralari bombardimonda fuqarolarning nishon qilinganligini bildirmoqda. Pokiston axborot vositalari bo'lsa, havo hujumlarida Pokiston hukumatiga qarshi urush qilayotgan Pokiston Talibanining 4 bazasining nishonga ilinganligini ilgari surmoqda. Afg'oniston vaqtli hukumati davlat mudofaa ministrligi vaqadan keyin e'lon qilgan bayonotida hujumlarning xalqaro qonunni dafsanda qilganligini va javobsiz qolmaydiganligini uqtirgan edi. Qozog'istonda tushib ketgan aeroplanga Rossiyaning hujum qilganligi bildirildi. Azerbaycan amaldorlari Qozog'istonning Aqtov shahri atrofida tushib ketgan Azerbaycan Avasiya shirkati yo'lovchilar aeroplanining Rossiyaning Pantsir S havo mudofaa sistemasining hujumiga uchraganligini dalilladi. Azerbaycanlik amaldorlar Anadolu agentligiga bayonot berib, 25 dekabr Aqtovda tushib ketgan aeroplan Grozny shahriga yaqinlashganda Rossiyaning Pantsir S havo mudofaa sistemasining hujumiga uchraganligini bildirdi. Azerbaycan mazkur aeroplanning Rossiya havo mudofaa sistemasining hujumiga uchrab tushib ketganligini xabar qilgan edi. Mazkur xabarlarda aloqador tarmoqlarning aeroplanning Grozny, Maxachkala va Mineralniya Vodi aerodromlariga qo'nishiga ruxsat qilmay, uni Aqtovga uchishga qistash orqali Kaspiy dengiziga tushib ketishi va guvohchilarning yo'qotilishini maqsad qilganligi to'g'risidagi uchurlarga o'rin berilgan edi. Xabarlarga asoslanganda Rossiya taraf elektronlik urush sistemasi ishlatganlikdan aeroplanning xabarlashish sistemasi butunlay palach holatga tushib qolgan. Baku Grozny orasida qatnayotgan Azal Avasiya shirkatining bir yo'lovchilar aeroplani oldingi kuni Qozog'istonning Aqtov shahri atrofida tushib ketgan edi. Aeroplanda 67 odam bor bo'lib, ularning 5i aeroplan xodimi, 62si yo'lovchilar ekanligi uqtirilgan edi. Vaqada 38 kishi qazo qilib, 29 kishi hayot qolgan edi. Rossiya Turkiyaning Suriya chegarasidagi bexatarlik andisini tushundiganligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Turkiyaning Suriya chegarasidagi bexatarlikka aloqador andisini tushundiganligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Sergey Lavrov poytaxt Moskvada to'r yig'ini ochib, rossiyalik va chet ellik jurnalistlarning savollariga javob bergan. U Suriya vaziyati haqida to'xtalib, 8 dekabr Bashar Asad hokimiyati ag'darilgandan keyin Damashqdagi Rossiya diplomatlarining qaytarib kelinmaganligini, Rossiyaning Damashqdagi elchixonasining faoliyatlarini ilgarikiga o'xshashla davomlashtirayotganligini bildirgan. U so'zini davomlashtirib, biz diplomatik vakolatxonamiz orqali Suriyaning yangi hukumat vakillari bilan bo'lgan aloqamizni davomlashtiryapmiz. Rossiya fuqarolarining bexatarligiga kapolatlik qilish va elchixonamizning bexatar ishlashiga kapolatlik qilish qatorliq masalalar to'g'risida maslahatlashyapmiz degan. Ministr Lavrov yana Turkiya haqida to'xtalib, biz Turkiya hukumati va Turkiya xalqining Suriya chegarasidagi bexatarlikka bo'lgan andisini tushunamiz. Chegara bo'yida ko'p qatim qalaymaqonchilik paydo qilgan terrorlik tashkilotlarga chetishlik voqealar yuz berdi. Turkiyaning bexatarlik manfaatiga faqat Suriyaning egilik huquqi, zamin butunligi va ittifoqligini qo'g'daydigan shaklda kapolatlik qilish kerak. Turkiya hukumati bu yo'nalishda harakat qilyapti. Biz uni qo'llaymiz degan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.